Yana bitta yomon narsa o'g'il bolani, qiz bola mayli, o'g'il bolani qo'shni o'g'liga, amakisini, tog'asini o'g'liga solishtirishlik. Buni qara nimalar qilyapti? Buni qara nimalar qilyapti? Ana shu solishtirish bolani yoshligidan boshlanadi. 1 yoshga kirdi, qo'shnimning bolasi yurib ketdi, hali yurmadi. Maktabga chiqyapti, uni bolasi zo'r o'zlashtirib, meniki o'zlashtirib. Shunga shukur qilish kerak-ku. Maktabga chiqqaniga shukur qilish kerak-ku. Yo'q. Uniki yurdi, meniki yurmadi. Uniki 1-o'rinni oldi, meniki 3ta oldi-ku, zato. Yo'q, uni e'tibor bermaymizda, faqat balandiga qarab bolani solishtiraveramiz. Bolani qanotga sindiramizda, o'g'il bola, erkak kishini qanotga shundoq sindiramiz, keyin unga uchmaymiz. Qanayapsan? Ucha olmaydi. Va xuddi shu holat keyinchalik bolani ikkinchi oilasida, ya'ni ayoli tomonidan boshqa erkaklarga solishtirilishi. Ayol solishtiraveradi. Dugonamni erim bunaqa qiladi, siz qila olmaysiz. Bu yerda problema xotinda emas. Bolani yoshligidan singdirilgan solishtirish tushunchasida bu. Har qanaqa holatda solishtirmaslik kerak. Chunki biz hammamiz alohida yaratilganmiz.